albatta. Montessori asli negizida nima turibdi? Mana shu Montessori sistemasida. Да, мелкой моторики просто свобода. Svoboda. Дружеское отношение. Shu erkin qo'yib beryapmiz. Do'stona munosabat qilyapmiz. Biz ularga o'rgatmayapmiz. Biz ularga sharoit yaratib beryapmiz. Мы даем им развиваться самим, даем и наблюдаем. Вот, mana shunda xolos. Endi bu metod qo'llasak, albatta bizni bolalarimiz rivojlanadi. Agar biz standart metodlarda ishlaydigan bo'lsak, biz xohlagan kelajak bolalari to'g'risi mana necha yildan beri biz ko'rmayapmiz. Mana hozir hamda mana suhbatga kelayotgan tarbiyachilar, suhbatga kelgan mudiralarning ichida aynan kerakli bo'lgan ma'noni topolmayapmiz. Mana savol beryapmiz. Yomonlashmas, savol beryapmiz ularga. Aytyapmizki, STEM programmasi haqida bir so'zlardan kelib chiqib bo'lyapti. STEM programmasi, Montessori programmasi bo'yicha ishlaganman. Bunday ketdi. Ha, bo'pti. Tushunchangiz ayting. STEM nima? Desam, o'sha endi STEMni aytib beryapti, расшифровка qilib. Arti qo'shib qo'yyapti-da. Keyin uni ham to'xtab, injineriya, texnologiya, misol hammasini aytib etap matematika deb ketmayapti-da. Art terapiya ham bor, unda STEM bo'ladi. STEM и A qo'shiladi. Shunda nima farqi bor desam, asli nimasini aytisha olmayapti. Oddiy narsa. Просто свобода детям. Дружеские отношения. Sharoitni yaratamiz, naблюдать qilib turib rivojlantiramiz. Hattoki xonada baqirish mumkin emas deb aytdim-ku. Nodira, Asiylan, Nodirbek desangiz, uni diqqatini buzib yuborasiz bolani. Bola berilib, kirib ketish kerak bitta narsani ichiga. Bitta o'yinchoqda konstruirovaniyani o'ynayaptimi bola? U o'ynayotgan paytda diqqatini buzishga bizni haqqimiz yo'qda, individualniy podxod kerak. Bolani oldiga borib, kimdir nima bez настроения o'tiribdi, kimdir просто o'ylanib o'tiribdi. Unga savol tashlash kerak. Yoki birorta birgalikda bajaramiz. O'sha yordam berib, yoniga borib, Fatima, nimani xohlayapsan? Hozir nima o'ynayapsan? Shuni o'ynayapman. Birgalikda o'ynaymiz deb turib, bolani jarayonga oson kirishib ketishiga o'rgatishimiz kerak. Oson kirishib ketadigan qilib. Biz agar bu sistema ne o'ylab qarasangiz, kimgadir bu oddiy gap, lekin shu oddiy gapni ham to'g'ri olib keta olmayotgan-ku. Aslida oddiylik. O'sha do'stona munosabat, boshda ikki og'zim gap bilan tushuntirganimdek, do'stona munosabat, erkin muhit shu. O'tgan safar yana bitta narsaga e'tibor bersak, Montessorining 5 ta etaplari ilk qadam dasturimizda ham xuddi o'sha etaplar bor. Nomida jichcha farq bo'lib qolgan. Misol o'sha aytib o'tilgandek aytib bering, nechta sentrimiz bor ilk qadamda? 5 ta. Nomma-nom. Математика, конструирование, язык и речь, природа и наука. Yana qaysi? Сюжетно-ролевая, еще какая? Tворчество. Да. 5 ta markazimiz bor. Bu oddiy markazlar, 5 ta markaz. Montessori'da ham xuddi shu narsa. Faqat Montessori'da aytilyaptiki, jichcha o'zgarish nomida yirik motorika bilan ishlash, shuni bog'lab ketgan. Montessori bilan ilk qadam dasturini, demak, biz ilk qadam dasturini qayerdan olganmiz? Ana shu sistemadan foydalanganmiz. Endi Montessori sistemasini oxiriga hech kim yeta olmaydi. Kon, to'la, ichi to'la bilim, ilmga ega sistema. Bu sistema bilasizlar, mayda motorikani qancha rivojlantirsa, ishlatsa, nima bo'ladi? Nuqtalarimiz massировать bo'lib, massaj bo'lib, biz sog'lom o'samiz. Bu oddiy nuqta bizni polniy organimizga foydasi borligidan rivojlangan. Misol tegma
o'tir, men aytganini qilasan. Bu ruhiyatni tushirish bolani. Erkinlik bermaslik. Endi qarang, o'tir, men aytganini qilasan, jim o'tir, hozir meni chizasan degani yaxshimi? Birgalikda o'ynaymiz degan yaxshimi? Albatta u bola o'zini erkin tutgandan keyingina unda siz nimani payqaysiz? Nimani topib olasiz? Iqtidorini. Молодец. Iqtidorini topamiz. Qachon topamiz iqtidorini? Qachonki u o'ziga ishonsagina, u o'ziga ishonib turib, o'zi xohlagan narsasini qo'rqmay ko'rsata olsagina, shunda biz aqlli bolalarga yoki ko'zlagan maqsadimizga albatta erishamiz. Bu bizda misol meni o'zimda ikkitadan bog'chamda bu jarayondan o'tganmiz va o'zimni ko'z o'ngimda bolalarda o'sishini ko'rdimda shu jarayonda. Mana shu jarayonni hozirgi kunda Farg'ona Registonimizda qo'llayotganimiz uchun 3 oymi 4 oy bo'layotgan bo'lsa, o'sha yanvardan ochilgan bo'lsa, 4 oy 5-oy bo'ldi. Mana shu 5 oyning ichida yangi kelgan kuchli bog'chalardan deb kelgan bolalardan ham bizning bolalarimiz kuchayib boryapti. Chunki oddiy narsa erkinlik va do'stona munosabat. Endi tilida nuqsoni bo'lsa, bola yaxshi gapira olmasa, nimalar yordam beradi? Misol. Da игры всякие. Da. Endi STEMni qaranglar. STEM ham Maria Montessori ham почти qanaqa narsa? Maria Montessori'da o'yinchoq jihozlari ham STEM programmasiga почти bir xil, to'g'rimi? Unda ham logическое мышление, критический, логический, tanqidiy, mantiqiy. Montessori'da ham tanqidiy, mantiqiy. Demak, bu programmalar, bu sistemalar juda ham mashhur va kelajagi bor. Endi bugun biz shuni yana nimalar tushundiling, bo'ldimi? Tushunmagan savollaringizga javob beraveraman. Savol beringlar, davom etaveramiz keyin. Chunki bugungi asosiy mavzu kun tartibi edi. Слишком гиперактивный bolalarni qanaqa qilib dars jarayoniga qiziqtirish orqali. Giperaktiv bugungi kunda qanday desam 60 ham demayman, 70% уже giperaktivniy bo'lib ketdi. Chunki bolalar giperaktivniy bolalarda kelajagi zo'r bo'ladi. Ularda iqtidori kuchli bo'ladi. Ular nima deydi, eng buyuk shaxslar o'sha giperaktivniy bolalardan. Chunki ular qiziquvchan bolalar. Ular berilib, qiziqib, yugurib, tezroq erishishni xohlaydigan olov bolalar desa bo'ladi. Ana shu olovga o'xshatamanda giperaktivniy bolalar o't bo'lib uchib yurishadi. Lekin ularda diqqatini jalb qilish Maria Montessori metodini yaxshilab o'rgangan tarbiyachiga bog'liq. Shuning uchun men aytayapmanki, hozirgi zamonda giperaktivniy bolalar ko'p ekan, biz ustimizda to'xtamasligimiz kerak. Biz to'xtadik bolaga zerikarli. Asosan biz qiziqarli bo'lishimiz kerak. To'g'risida, uni qanaqa olib ketasiz bolani giperaktiv? Qachonki siz Maria Montessori sistemasini o'ta chuqur bilsangiz, bolani jalb qilishni bilsangiz, bolaga yondashishni bilsangiz, bolani ruhiyatini ichiga kirsangiz, to'g'ri unga mashg'ulotlarni ko'rsatsangiz, mana o'yinchoqlarni turini ko'ringlar. Qanaqangi chiroyli o'yinchoqlar chiqarilyapti. Bizning yoshligimizda bu o'yinchoqlar to'g'risi bu darajada yo'q edi. Bizda bunchalik turli-tuman rivojlantiruvchi o'yinchoqlar bo'lmagan. Mana hozir rivojlantiruvchi o'yinchoqlarga e'tibor bersangiz, aslida u yerda murakkab narsani o'zi yo'q. Ranglar, mayda motorika rivojlantiruvchi, tortuvchi, yopishtiruvchi, qirquvchi, fikrni jamlovchi o'yinchoqlar yoki na o'shib, ushab, misol his qiluvchi sensorikaga yumshoq, tverdiy, har xil matolardan o'yinchoqlar, to'g'rimi? Businkalar, kamillardan yoki mana pesoklar, bular hammasi nima sensorikaga, mana shu nimaga STEM programmalar bo'yicha na o'sha приятный bilib nima deydi, his qiluvchi o'yinchoqlar. Hammasi qanaqa развивающий o'yinchoqlar rivojlanib ketdi. Endi haligi savolingizga shuki, giperaktivniy bolalarga o'ta qiziqarli bo'lishingiz kerak.
kuniga o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak, kuniga. Boshqa iloji yo'q. Uni to'xtatsangiz, unda u o'zgaradi. Uni bosib bo'lmaydi. Unga yondashishni bilishimiz kerak. Bolaga qanday qilib? Endi har bir bolani o'zini xarakteri bor. U xarakterini o'rganishimiz kerak, kuzatishimiz kerak va o'shanga mos podxod qilishimiz kerak. Boshqa iloji yo'q. Rag'batlantirishdan ko'ra uni qilgan kamchiliklarini to'g'rilab ketishdi. Olg'a surishimiz kerak. Chunki rag'batlantirish kerak bizga. Rag'batlantirgan sarimiz o'zingiz aytmoqchi o'tgan safargidek ular shunga doim o'rganib qoladi. Aslida ularda xatosini keyin sen bu safar shunday qilding, yangi safar sen bilan to'g'rilab ketamiz. Mana shunday to'g'ri yondashuvlar. To'g'ri, rag'bat ham kerak, lekin rag'batdan birinchi o'rinda nima turadi? To'g'rilab ketish turadi. Hattoki xatosini bolani xato demanglar deb o'rgatishgan bizga. To'g'rimi? Ha, deylar deb rosa qo'yishgan. Lekin Montessori sistemasida xato chizib qo'ydimi, xato ishlab qo'ydimi, misol yoki xato o'yinini, misol birorta o'yinda xato o'ynab qo'ydimi, misol qizil chiziqda chizib qo'ying deyapti. Chizing deyapti. Men hayron qoldim shunda-da. Nimaga chizamiz? Axir aytib deyilgan, qaranglar qanaqangi nozik narsalar bor ta'limda. Lekin biz uni to'g'ri yondashmasak bo'lmaydi. Kimdir shuni chizib qo'ying desa, kimdir xatomi bo'ldi, bu seni ishing xato deb qo'pol olib ketishi mumkin. Yo'q, prosta uni chizishdan maqsad keyin to'g'rilab ketish. Qanaqa? Xato chizib qo'ydimi? Razukrashib qildi bola, tekis qilmadi deylik. Zvezdachiqa qilib bo'yadi deylik, Endi uni shunday chizamiz, aytamiz. Yangi safar bundan chiroyli chizamiz. Yangi safar siz endi unga chizib qo'ymasangiz, u yana o'shani qilib ketadi. Endi qaranglarki, xato desa cho'kib qoladi, ishonch yo'qoladi. Lekin indamasak, u yana shunday ketadi. Qandaydir tartibga solish kerak. Demak, o'sha yerdagi gapi shu yerda to'g'riki, chizib qo'ying va kelgusi safar seni ishing bundan-da zo'r bo'ladigan ishonchni berib qo'ying. O'sha narsani hozir второй, например, экземпляр, чистый экземплярni bolaga berib, yoniga qo'yib, вот ты вот здесь вот правильно сделал, lekin bu yo'lni qilmang, endi bunisiga точно так же перепиши, например. Да. Переделай. O'sha dars Да. И я тебе доверяю. У тебя получится. Ты же у нас самый лучший. Mana shu farq xolos. Тут неправильно, но я знаю, что ты лучше сделаешь. Я всегда проверяю возле ребенка, Да. ошибки показываю, но за старание я вот столько ставлю даже. всегда. Да. И обратно даю. Я обратно даю. Теперь обратно, теперь Следующий обратно. раз типа так даю, но ошибка его в А еще, знаете, вот у всех своя методика есть, своя. Направление свое есть. Например, кто-то, например, mana sizda qolib ketadi. Именно копировать же нельзя. Природа так создана. У всех своя идея. У всех своя, nima deydi, фантазия. Вот поэтому siz ham noto'g'ri qilmayapsiz. Mana Sabrina ham noto'g'ri qilmayapti. Sizlarni o'zlaringni qarashlaringda yondashuvlaring bor. Но главное u xato bo'lmaslik kerak. U bolani qo'rqitib qo'ymaslik kerak. U bolani cho'chitib qo'ymaslik kerak. Главное shu, haligi o'zini men konsepsiyasini, ya'ni yo'qotib qo'ymasak bo'ldi. Asosan shu. Bolaga ishonch degan narsa bolani ko'taraveradi. Endi nimaga aytilyapti? Nimaga yordamchi tarbiyachi kiritildi? Enaga emas. Chunki u ham tarbiyachi, to'g'ri yondashish kerak. Tarbiyachi, yordamchi tarbiyachi bola o'tib ketyapti. Endi rejim dnyani boshlayveraylik-da, mana rejim dnya ertalabda bola kelyapti. Bolaga emotsiya, ovoz, tembr, kayfiyat yoqadi. Bola kirib kelyapti, uni ismi bilan murojaat qilish yana ham yoqadi. Например, voy Fotimaxon kelyapsizmi? Endi chiroyli qilib, конечно, mana ovozim hozir o'chashganicha chiroyli chiqmayapti. O'zlaring kiraverasizlar rolga.
animator kiyimlar kiyish mumkin. И всякие dni можно, например, bugun birorta yozib tashlab qo'ydim-u har xil kunlar, например, мир ярких красок, день мыльных пузырей, такой-то такой день, день al-Xorazmiy da. O'zingiz o'ylab turib, bir hafta oldin komanda o'tiringlar va tayyorgarlik ko'ringlar. В этой неделе у нас такие dni есть. Именно o'sha kunda o'sha bola bilan o'sha mavzularda ko'proq suhbat qilinglar. И на каждом шагу nimaga yordamchi tarbiyachi berildi? И tarbiyachi u ham pedagogda yordamchi ham. U bo'lsa bo'lib indamay, bola nima deyartib yuraversa, bola o'tga ketaversa, bola zerikadi-ku. Bolaga o'sha o'tga tekkanda ham, ой, сегодня у нас галактика тема. А ты знаешь про галактику? А что ты знаешь? Какие планеты знаешь? deb artsa ham, shu bola ham har qadamda misol, xo'p deylik, uni so'ramadi deylik, uni tarbiyachi o'tadi deylik, просто у нас знаешь какой день deb qo'ysa ham закрепление bo'ladi. O'tib ketyapti, поворот ketyapti, например. U ham birorta misol Fransa tushib yotsa, olib qo'ygin deb rus tilida, angliyskida gapirsa, ketaveradi bola. Odatini ham yo'l-yo'lakay o'rganib ketish kerak. Endi qaranglar, jihozlanish. Nimaga retro usulidan foydalandik? Retro usuli просто minimalizmligi uchun. Keyin bolalar zerikadi. Bolalar hamma yoqdan tez charchayapti. Chunki atrof o'ta go'zal. Hamma joyda игровая площадка, ranglar уже charchayapti-da, bola ham kundan kunga rivojlanyapti. Bu retro usul просто minimalizm uchun oldik. Успокаивающий svet bo'lsa, hamma yoq yarki bo'lib ketmasin, chunki o'yinchoqlarimiz yarki. Hammasi bilasizlar, sensorika, o'sha STEM, Montessori, hammasini e'tibor bersak, krasный, желтый hamma yo'q shunaqa. Shuning uchun imkon qadar ko'proq mebelni stilda oldim. Nimagaki biz atrofda mebelni qilib turib, o'yinchoqlarga kelganda rang berdik. Agar hozir devorlarimiz metta pushti, mayta zeleniy, mayta siniy, ayta krasniy bo'lganda yana o'yinchoqlarimiz tasavvur qilinglar, bu bolani ham charchatadi, to'ydiradi-da. O'yinchoqlari o'zi shuning. Biz atrofda shu tarzda oldik. Смотрите, у нас именно такие цвета, тон цветов так подобран, что он не вызывает агрессию, Да. слишком бросается в глаза, и ребенок более в спокойном темпе, получается, развивается гендер. Да, кружок не Да? Да. И вы говорите, на каждом шагу развития, например, kirib kelyapti, одевайте бахилы, например. Одевайте бахилы. Даже если одевают взрослые бахилы, даже можно детям это рекомендовать, потому что уже они же знают, они должны знать, куда-то зайдут, они должны надеть бахилу. Есть детские бахилы, если внимание обратили, есть детские, есть большие. И можно поставить детскую и большую, взрослую. Они должны, заходя, уже бахилы надевать. Уже u ham bitta nimaga kiradi? Odat tusiga, ertaga birorta klinikaga kirib ketyapti, bir ish bilan kirib ketyapti. Bola shu eshikdan ham уже hayotga nima bo'lyapti? Tayyor bo'lib boryapti. To'g'rimi? Endi o'tib ketyapti, oyisiga aytyapti, "Bahila kiylik, bu muhim" desa, уже bolam bu bog'chada shu narsalarni o'rganyapti. Har bir narsani bolaga hayotga tayyorlab borishimiz kerak. Endi bir har qadamga e'tibor bersin, tekstolit. Tekstolit markerная doska. Doska ilishga ham hojat yo'q bizga, chunki har qadamda markerlarni ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Nima qutilarga solib, надо там поставить вот эти стаканчики, повесить что ли, повесить надо. И har bir qadamda bolalar bemalol markerный doskalar bilan shug'ullanishadi. И har qadamda grifельная doska, har bir guruhda grifельная doska, ulgi Madina ham hozir mana ilishyapti. Har bir xonada grifельная doska, markerная doska, magnitная doska, hammasi mujassam yetarli. Bu degani Montessori sistemasi bo'yicha erkin va har qadamda o'ynab, o'rganib boramiz degan maqsadda. Mana e'tibor bersalaring, rivojlantiruvchi muhit degani o'zi bolani har qadamda rivojlantirish degani.
rivojlantirib borish. Endi bizda bu dizayn, bu misol judayam ko'p dizaynerlar bor. Men dizayner emas soham. Просто mana shu o'zimni sistemamni, bog'chani yaxshi ko'raman. Dizayn qayerda ish boshlasak, dizaynerga shuni aytaman. Nimaga tadbirkorga? Dizayner kerak emas. Если я буду там работать, если я буду обучать всех, men o'zimni fikrim bilan, da, dizayner chiroyli qilishi mumkin, но maktabgacha ta'lim emas-ku. Egasi emas-ku, поэтому menga qo'yib berasizlar. Men har qadamda что надо, какой цвет, кому, necha yoshga nima, shuni bilib turib, men o'zim chiroyli qilib beraman. Endi dizayner bog'cha veselый bo'lishi kerak deb o'ylaydi xolos. Kirib kelganda qizil, sariq, ko'k, yashil qilib, anita svetofor, qayerdadir yojik turadi, yojikda oldin nima turadi? Слонёнок turishi mumkin. Ежик большой, слоненок тоже большой. Да, вот именно, вот от этого боюсь. Вот от этого боюсь. И еще что, например, есть такие, хотя бы не сказку, или где-то milliy qadriyatlar bo'yicha deb turib, где-то opog'oy uni prins quchoqlab turganini chizdirib qo'yishadi. Это тоже неправильно. С детства они учат чему, например. Да? Ana shunaqa narsa. Yoki cheburashka turadi, cheburashkani oldida katta ari turishi mumkin. Cheburashka bilan bir xilda xuddi. Shuning uchun yo'q. На каждом шагу развития degandan keyin bola o'tib ketayotganda, misol bunday qo'ng'izda mana unday qilib chizib qo'ysa, это правильно вы думаете? Yo'q. Har qadamdan, har bir santimetrdan foydalanganmiz. Nimaga? Har bir santimetr поучительный bo'lish kerak. Hali bizda bitmagan joyimiz ko'p. Joy-joyiga hamma yo'q kelganda, stendlarimiz bo'lganda, o'tida hamma yo'q bitganda, уже любой ota-onaga вот на каждом шагу развития. Ko'ringlar, desalang, ha, каждый сантиметр продуманно. Дело не в красоте, дело, как сказать, nimada? Sharoitda va to'g'ri rivojlantiruvchi muhitda. Xo'p, endi muhitni rivojlantiruvchi qildik. Har bir xonaga kirganlaringda o'zini mavzusi bor. Devorlarda mozaikalar, lego stinalar, har xil o'yinchoqlar bor. Hammasiga e'tibor beringlar, qanaqa ekan? Rivojlantiruvchi o'yinchoqlar. Hammasi aql charxlovchi o'yinchoqlar. Mana mozaichniy stinalarda aksessuarlarni hammasini ilganimiz yo'q. U yerda iplilari ham bor. Iplilarni to'qisak bo'ladi. Mana Da Vinci xonasiga kirsak, qizlar, Da Vinci xonasida ana shuncha to'ldirib qo'yganmiz, aksessuarga to'la. Har doim turmasin bu. Mana o'yinchoqlar. Mana metal misol domikda qilib qo'yganman. Цветочек какая-то, сердечко было. А можно убрать, и вместо их можно другое поставить. Специально panel oz, aksessuar judayam ko'p. U panelni har xiliga olib, fantaziyangizga moslab, mashg'ulotingizga qarab turib, oldindan tayyorlab qo'ysangiz bo'laveradi. Например, завтра у вас дорожное движение, актуальная, да, тема. Вот ketyapsiz, можно машинкani yasab qo'ysangiz bo'ladi. Можно еще что-то, паровозик, да? И shunga moslash uchun panellar qo'yilgan. O'ylamang, mana bir umr 5 yildan keyin kelsa, mana ishda domik tursa bormi? Yoki tsvetochik tursa bormi? Aytaman, voy, qizlarim o'zini ustida ishlamas ekan. Hamma ularga qo'yib berdim-ku deyman. Shuning uchun meni vazifam dekoratsiya qilgandan keyin ularni tushuntirib ketish. Bu narsa misol men zo'rman deyish emas. Muzokara orqali, komanda orqali мы будем развиваться. Я всегда так развиваюсь. Не только я. Например, Montessori sistemasidan olib turib ilk qadamim chiqqan. Oldingi bolajon dasturlari bunaqangi bo'lmagan.
o'ta standart o'tir degan narsalar bo'lgan. Ilk qadam o'zgacha bo'ldi. Hamma qiynaldi. Aytdiki, nimaga bu erkinlik, nima bu haligi do'stona munosabat, 5 sentrov, voy, bu nima bu degan narsalar bo'ldi boshida. Mana hozir уже hamma почти tushunib qoldi. Lekin ilk qadam yangilangani bilan baribir bog'chalarga e'tibor berilib, eski stilda yana qolib ketyapmiz. Yo'q, kreativniy bo'ling. Aytadi-ku, Lolita bez kompleksa. Bolalarga bez kompleks odam yoqadi. Kreativniy odam yoqadi. Yugurib ketadi, baqirib, irg'ib, aylanib, emotsiyaga berilib, haligi yondashsangiz bolaga yoqadi. Bola gapingizga kirmayaptimi? Srazu nimadir qilasiz. Tushunyapsizmi? Qandaydir nima deydi, emotsiyaga berilasiz. Любой birorta ertakda o'ylang. Любой. Ой, я сегодня твоя Белоснежка или принцесса София с вами вместе сегодня. Desalar, уже bo'ldi. Qariyalar har qadamda rivojlantiruvchi muhitlar, lekin biz ochilmasak, biz olib ketolmaymiz. Lekin men sizlardan xursand bo'ldim. 2 marta, 3 marta aytdim, kirsam mana Zuhrada ham ketyapti, rivojlar, narsalar qilib o'tiribdilar. Уже bolalar слушаются, хотя adaptatsionni период sizda ham уже boshlayapti, eshitishdi bolalar. Nisbatan o'zgarish bor. Bu degani уже biz 0 dan 1 ga chiqyapmiz degani. Mana kecha bitta bolada ko'rdilaring, nufuzli bog'chadan kelgan bolada nimani ko'rdik? Oldiga kirayotgan bolada, demak, ruchkani to'g'ri ushlamasligi. 9 millionlik bog'chami u berib turing, mesaj. Qimmat bog'chadan kelgan bolani ko'rdik-a? Ana shu bola qanaqa chizyapti? Da. Xo'j, angliskiy zo'r o'rgangan bo'lsin, xo'j ruskiyda zo'r o'rgangan bo'lsin. Nimaga pedagoglar mana bu detalga qaramayapti? Это же неправильно. Oz qoldi, bola oldiga kirdi. Ertaga kirib maktabga boradi, уже bo'ldi, bel chiqib ketadi ham bola maktabga. Xo'p, nolvoyga kirsa, mana unda yozib o'tirsa, nolvoy ustoz uni qo'li bilan shug'ullanadimi? Yo hamma bola bilan shug'ullanadimi? To'g'rimi? Времени не будет. Поэтому хоть интернациональный детский сад, хоть что, все должны были обратить внимание на каждую деталь. Да, и теперь смотрите, если ребенок вот так держит, она не будет красиво писать. Ей трудно будет в начальных классах, очень трудно будет. Она чем будет понимать, у нее в мозгах только это будет. To'g'ri usha, darsda yozyapti, xayoli to'g'ri ushlashga ketadi. Да, потому что она не старается, с ней не работали. Она же ребенок, можно. Да. У меня тоже есть мальчик, который вот так вот пишет. Ну теперь. Я его ругаю, он вот так вот держит, он мне показывает, вот я правильно делаю. Ну теперь, да, вот. Хоть салфетку поставьте, хоть тренажер какой-нибудь поставьте, хоть что. Вот так поставите, вот. Да? И qanday ushlaydi уже? Iloji yo'q ushlaydi. Mana. O'zi 2ta panja, 3ta panja kirib ketgandan keyin o'z-o'zidan nuqtalar majburlayapti unga ushlashga. Qaranglar mana, o'sha sajmi. Всё. Bo'ldi, уже bu nima qiladi? Ushlaydi. Выхода нету. Или есть вот резины, именно такие, для рук. Вот. Теперь на каждую деталь будем обращать внимание, они будут развиваться. Я всегда говорю, не первом этапе вот именно французский язык, английский язык или что-то. Нет, у ребенка должно быть само я, man degan narsasini развивать qilishimiz kerak. И o'ziga ishonchini развивать qilishimiz kerak. Erkinligini berishimiz kerak. Do'st bo'lishimiz kerak. Мы должны любить их от души. Qachonki biz mehr berib yaxshi ko'rsak,
bola his qiladi, o'zida ishonch paydo bo'ladi va o'zini bilasizlarmi, ko'rsatishni xohlaydi. Если вы полюбите сильно, да, прям от души manetdan chiqsin-da, yopishib oladi. И o'zini показывать qilishni boshlaydi. Mana qarangda Zuhra ustoz, men buni qildim. Qarangda men buni o'zini pozировать qiladi, o'zini ko'rsatadi, uyat qolmaydi va в итоге iqtidor yuzaga chiqadi. Kimda qanaqa iqtidorni qachon bilamiz? O'zini ko'rsatishni boshlaganda. Mana qaranglar, bir-biriga hammasi bog'liq. Endi ertalabda kun tartibi kutib olyapmiz. Kelinglar, xush kelibsizlar. Voy, keldingizmi, asalim deb kirgizib yuborsangiz, zerikib kirib ketadi. Shu yerda ham nima kerak? Zvuk kerak, emotsiya kerak. Uni hali shaxs sifatida hurmat qilish kerak. Shaxs sifatida Fotimaxon, kelyapsizmi? Voy, men sizni judayam sog'inib ketdim. Что-нибудь еще, да? O'zining chiqaradi. U да. Да. Ой, мамочка, она умничка, все. Да, так можно. Если у нас нет аниматоров, например, мы сами можем. Если воспитатель не выходит с детьми, вы можете. Если вы с кем-то общаетесь, аниматоров можно поставить. И аниматоры тоже с ними, o kuni animator olib kelindi, ikkita ayiqdi. Turishibdi-da, mana shu. Зачем они нужны вообще? А зачем они нужны? Да, я подошла, я говорю, так нельзя. И мы сейчас вам дадим сладости, а вы прям, оп, deb bunday qilib, na, deb turib, aql o'tib, baqidan o'tib, yugurib quchog'la, o'yna, yo turishibdi. И смотрю, пусть бегут неуклюжий пешеход, ketdi, ashulatyapti. Otam zamonda. Hali ikkita oyoq turibdi-da, mana shunday. Kому это надо? Bolalar kreativniy bo'lib ketdi. Uni o'rniga uchib, borib, irg'ib, pisать qilib kutib olgan yaxshi. Men bilganimda ularda shuna turishini, aytaman, teatrda odam chaqiraylik. Например, избушка есть у вас, например. Muzey избушка. Ko'rganmisizlar? Toshkentda. Shuni izbushkaga kirsalaring, balalaykalar, pechlar ustida kutib olishadi, har xil tam nimalar, dekoratsiyalar. Вот можно же позвать их. Например, bunaqa ochilishga, и o'shuna biz bilmay qoldik-da. Demoqchimanki, biz ham o'shuna bo'lib qolmaylik. Например, animator kiyimini tiktirib qo'ydim. Aytyapman, Fotimaxon, Zuhraxon, ertaga sizlar shuni kiyasizlar. И kiyib oldingiz. Да какая разница, siz kiyib olmay shunday tursiz. Kelinglar. Kel. Ko'rmaydi sizni. Siz nima qilishingiz kerak? Aylanib deb, Ваше Величество, идемте с нами. Deb, дайте ручку. Deb turib, olib, aylantirib olib kirib ketsangiz, детям интересно будет. Вначале, если вы будете вести себя так, а потом сами начнут они. Вы даже, наоборот, если вы будете сидеть, они сами подойдут. О, Ваше Величество, как-то у вас без настроения сидите, давайте с вами поиграем. Ну, отойди, sizlar, нет, я с вами хочу играть. Ularda sizlar shu narsaga yondashtirib qo'yasizlar. Boshida qilib beringlar, boshida kutib olinglar, ota-onani ishonchiga kirib olinglar. Все, aql как по руслу пойдет. По руслу ketaveradi. Вот на каждом шагу развития. В группах все есть. Например, некрасиво рисуют, побольше играйте с ними. Мелкая моторика везде. Мозаики играйте. Игры, кто быстрее. Домик построим. Кто быстрее. У кого какой домик. Qiziqtirib. Сейчас не обязательно именно berilib dars o'tishlaring. Играйте. Просто с ними играйте. Монтессорида шакаки с 0 до 6. Общие дети в одной группе можно, но у нас нет. Да. Монтессорида группирует по возрастным периодам, не как стандартный. Стандарт масс.
У них с 0 до 6 можно. Ничего сам, но индивидуальный подход или 20 бола, но они начинаются с 3 до 6, да? С 3 до 6 бола аралаш. Но мы скажем, davlat talabi bo'yicha, qadamda davlat talabi. Yoshi-yoshiga bo'lsin, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Endi biz nimaga e'tibor beramiz? Просто sistemani eng zo'r joyini olamiz, o'zimizga olamiz. Mentalitetimizga moslaymiz, dasturimizga moslaymiz. Eng kerakligini. Endi hatta 3 yoshdan 6 yoshgacha aralashtirib yuborsizlar, qiynalib qolasizlar. Mentalitet bunga tayyor emas. Тем более bitta xonani ichida ras har xil bola bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Bitta odam yetishmaydi. У нас же нянечки постоянно моют. Нет, они должны с утра прийти, а потом с вами играть вместе. Они должны наблюдать, а вы с ними играть. А когда вы устали, они должны с ними играть, а вы понаблюдать. Это надо меняться. Да. И плюс этой системе нужна мамочка. Да. По очереди. Хотя бы. Например, можно как? С детьми пришли именно dars jarayoniga. Но unaqaga biz tayyormasmiz. Biz tayyormasmiz на системаga. Потому что наш народ не готов на это. Придут, чем работать, начинать по сантиметрам искать что-то минус. Это? Вместо того, помогать, сидят, задать Ha, lekin men shuni deyman, men hech qachon bitta yoppa demayman. Ko'proq yasilkaga to'rtta chaqiraman har kuni. Они говорят: "Ular berasizmi kamera?" Я говорю: "Нет. Нет, ни в коем случае". А зачем? Mani ishchilarim ham eri bor, sizni eringiz kabi. Ha, mani ishchilarim yotib oyog'ini ko'tarib o'ynatishi mumkin. Har xil qiliqlarni qilishi mumkin. Nimaga? Sizni bolangizni qiziqtirgani. Sizni bolangiz zerikmasligi uchun biz emotsiya bilan, harakatlar bilan ishlaymiz. Qanday qilib sizni eringiz mani xodimimni ko'rib o'tirish mumkin yoki mani xodimimni eri qanday buni joyiga qo'yadi? Ommani erkaklar ko'rib tursa uni qiliqlarini. Они же как дети будут играть. Извините, мы никогда ни в коем случае kamerani ulab bera olmaymiz. Biz nima qilamiz? Sizlarni приглашать qilamiz. Sizlar ayollar o'z ko'zlaring bilan jarayonni ko'rasiz. Qayerda qaysi bola qanday ketayotganini ko'rasiz. Balki sizni bolangiz yuvoshroqdir. У всех разный темперамент, разный характер. Может, вы в детстве были очень спокойная, и ваш, может, ребенок спокойный. Может, bir yilgacha hech nima gapirmaydi uyga borsa. A boshqa bola bir oyda уже почемучка bo'lib qolishi mumkin. Kimdir bizdan xursand, siz xafa bo'layotgan bo'lishingiz mumkin. Men shuning uchun biz sizlarni chaqiramiz jarayonga. Batday mehnatni bilishlaring uchun. А когда они приходили и они говорили: "Ой, опа, у вас 2 миллиона, вы должны сделать 5 миллионов многобогача". Мы даже не думали, что такой сад. Вовнутрь зашли, нутро узнали, что за нутро у нас. Все узнали, как мы работаем, как это нелегкая, интересная работа. И нелегкая, и очень интересная. Они посмотрели и сказали: biz bilmas ekanmiz, bu 5 millionlik bog'cha qilsangiz arzir ekan. И начали рецепты писать ovqatlarnikini. Это что, чечевичный суп? Ой, манучи. Tashkentda многие знают, но nimada, Marg'ilonda qiyin bo'lgan. Но здесь более-менее дети ничего. А когда ко мне приходили дети, Marg'ilonni chetida ochganmiz spециально. Именно развитие ketish uchun og'riq rayonda olganmiz, og'riqli rayon. Именно o'shaqa joyga ham shunaqa joy kerak edi-da. И когда пришли дети, tfu deb turib stolga tupurib turib qo'lida artgan. Hali joyda qarab, qanaqa bolalar ekan, как будто я попала в Африку, да, anqayib, voy o'lay deganman.
Да, и смотрите, есть, с ними надо работать. А потом, смотрите, а потом Но есть, которые сидят, слушают и раз- да, они все в платках пришли, девочки, в платках. Вот такие маленькие девочки в платках, музыку ставят, воспитатели, они, ой, тот, шайтан, шайтан, начали. Да. Да. У меня тоже была девочка. Да, а потом, смотрите, я говорю, пришла ко мне, вот, подошла вот эта воспитательница, Садака Джексона, что за шайтан? Я говорю, а что? Все говорят, музыку ставлю, все говорят, шайтан. Я говорю, это дьявол, это дьявол. А почему так говорят? Я музыку ставлю для них, чтобы потанцевали. Я говорю, ну, и вот постепенно с ними работали. Сейчас таких детей не могу найти нигде. Они очень начитаны. А? Платье тоже сняли? Платки многие без платка идут, да, современные. И с платком есть, но внутрь современные. Платок есть, у некоторых есть. Но такие русскоязычные девочки, такие самостоятельные, уже с нами общаются. Например, ой, Садака Джексон, вы где были? Вы в Ташкенте или в Самарканде? Я слышала, что вы в Ташкенте. А вы когда к нам придете? А вы нам откроете садик или детский сад еще? Или вы будете постоянно по Ташкентам ездить? Я говорю, нет, вот дети со мной как взрослые общаются. Не остались такие. И когда такие пришли, hozirgi aytganimdaqa, keyin ota-onasini ustidan kulishni boshlashdi. Они же уже научились. Sekin-sekin rus tilini o'rganishdi. Qarashsa chiroyli ovqatlar, aristokratik hayot, yashash, yurish, turish bog'chada. Hamma yoq salvetka ishlatishlar, gipoallergenli sovunlar, hamma yoq endi idealniy. Домой пришли и gapirishni boshlashdi. Voy, bizni bog'chada bunaqa, bizni bog'chada unaqa, biz charchoq ishlatmaymiz salfetka. И keyin ota-onasiga kelib olishib, мама не знает русского языка, папа ничего не знает, они ничего не знают. Kulishni boshlashdi. Dedim, ох, это уже минус. У них уже ortib ketdi, слишком ketdi. Эго пайдо bo'ldi. Мы чересчур bo'lib ketdi. И сразу надо воспитательный час. Qo'shdiki воспитательный час. Qo'shganimizdan keyin ota-onani duosini olish kerak. Har bir ishni bismillah bilan boshlash kerak. O'ng qo'ldan yeyish kerak, nachili. А после этого русский язык bilan mana shu odobnoma kirishib ketgandan keyin они ham современный и ham hamma yoqda biladigan, haligi nima deydi, nastoящий tushungan, nima deydi, har tomonlama ketdi развитие. Например, nima deydi, kirib kelishlarida ham shunaqa narsalar qildikki, promenade style nomlarni kreativniy qilib gimnastikaga yoki ertalabda kelishadi, вялый mozgga jicha bo'lsa ham подпитка beraylik deb черный шоколад, изюм, курагу, например, или финики, сушеные всякие, nimaga qarab, issiq sovuqqa qarab turibdi, yozda mikslar ishtaydan kompliment qilib, nimaga yoki kakao bir kun damlab qo'yamiz ishtaga. Yangi bola keladi, подпитка mozga deymiz. Сразу boradi, подпитка mozga. Boradi, kakaoni ichadi. To завтракgacha, individualniy rabotagacha mana miyasi ochilib turadi. Yoki tartibda ishlaymiz-ki, bitta bola kelguncha. Ana shuni. И ota-onada ходячая reklama ketdi. Даже завтракgacha ular mozgni ham o'ylaydi, miyani ham подпитывать qilish kerak. Biz aytamiz, подпитка mozga, хотя бы. Не думайте, что у нас завтрака не будет. Хотя бы один яйцо, хотя бы. Bir kun kakao ichqizib qo'ying. Bir kun черный шоколад bitta so'rdirib qo'ying, munchagina. Например, bir kun zеленый чай stakanchik berib qo'ying. Bog'chaga kelguncha ongi ochilib turadi. Miyalar подпитка olib, mozg ishlashni boshlab turadi. Och, uyqusiragan boladan erta yotib, erta turgan bola afzal. Erta yotdimi, miya dam oladi. Erta turdimi, bola bodri bo'ladi.
endi turgandan keyin uyqusirab qiynalib turib qiynalib kelsa o'sha bolaga yuragiga sig'maydi ertalabki individualная работа. To bolalar yig'ilib zavtrga kirgunga qadar u zloy bo'lmaydi. Chunki bir piyola kakao ichgan. Shuni endi rekomendować qilib kanallaringga yozib qo'yinglar. С утра подпитка мозга. Не забудьте. Unga подпитка мозга, например, можно стакан какао, можно 1 яичко, можно 1 стакан зеленого чая, можно bir jib allergiyasi bo'lsa грецкого ореха, можно изюм 7 dona, можно kuraku 2, можно. Nima bo'lsa ham anetdan chips olib bermang. Крышка bermang. Kerak emas. Наоборот, здоровая подпитка мозга. Ongini ochib turgani, miyasini ishlatib turgani, chicha miyamizni подпитка qilamiz. Mana подпитка мозга. Можно по-английскому что-нибудь придумать. И когда они пришли, начали променад стайл qilishdi. С утра, зарядка, утренняя зарядка, променад стайл. Утренняя зарядkaga nimani oldik? Asankaga daqa qildirdim. Nima deydi? Держательный. Plyusikka o'xshagan taxtadan, trubadan. И вот так. Королевская осанка haligini kiyib olishadi. Ertalabda o'zimiz ashulamiz bor, tashlab beraman sizlarga. Haligi hamma kiyib oladi. Hatta nima klassik ashulasini olganman. И nima zooparkka o'xshagan zverинецlarning muzikasini, pozitiv uchun. С утра же надо позитив. Klassika birinchi осанкani qilib olishadi. Mana shunday королевская осанка. Смотрите на второй этаж. Правильно ходите. Вот вы же королевы. Endi hozir bolalar yangi kelsa, "Стань красиво" deydi xompoygan bir-biriga. Мы же королевы. Xuddi shunday gapirishadi bolalar, xuddi katta odamga o'xshab. Yangi bolalar anqayib kelsa, hali bizni bolalar aytadiki, "Мы же королевы, давайте красиво. Королевская осанка" deb qo'yishadi. И уже halilar yiqiladi-da, уже yurish уже другой. Obedga ketishyapti, obeddan kelishyapti, so'ngga ketishyapti, yurish boshqacha-da. Mana shunday. Ko'ryapsizlarmi? На каждом шагу развитие. Просто o'zingiz bilganingizcha asankasini tekizlab keting. Bag'baqasi osilmasin, to'g'ri yurishni o'rgating. Krasivo yurishni o'rgating. Kulturniy bo'lishni har qadamda o'rgating. Axlatlar yerga tushmasligini, qog'ozlar yerda yotsa, uni olib joyiga qo'yishni o'rgating. Biz hali ulgurmayapmiz. Axlatni 5 ta qutisini tayyorlab qo'yishimiz kerak для мусора. Для стекла, для вот этого, как сказать, магия, для бумаг, для пластика, для этого. А я вам сброшу интересные ролики. Может, вы сами тоже видели. Roliqlar bor, поучительные, интересные. Bolani qiziqtirib, musorni saralashni o'rgatiladi-da, misol. Qanday yoki hattoki qanday unitazdan foydalanish. O'tirish, turish, uni hattoki ezib yuvib qo'yish. Shularning ham roliklari bor. Девочки особенно могут заболеть кишечной палочкой. Нет, это туда переходит от того, что неправильно протирается. Да. Это надо учить. Вот эти навыки. Вот bog'cha bu universitet emas, maktab emas. Ularga o'tirib olib shu prям fransuz tilini, rus tilini, inglizini o'ta bilintirish emas. Hop, ruscha gapiravering, bola sredadan, mana shu muhitdan oladi. Bo'ldi. Siz uni professor qilib bering degan joyi yo'q. Играя, развивайте детей на каждом шагу, приучайте навыкам правильно вести себя, правильно переодеваться, за столом вести себя, правила правильного поведения. Везде правила правильного поведения. Щукерик. Они будут стесняться своих детей. Да. Некоторые есть, которые говорят, ой, в магазин зашел, там оттуда его не вывести, он Да. так себя ведет некультурно, на максимум. Да, например, если будете вести себя так, учить, например, правила, этикет в магазине, да?
ребенок пройдет просто так, не возьмет ничего. А если еще вот сейчас дети наши какие стали? Кто-то колу пьет дома, они сразу: ужас, почему вы пьете колу, она вредная. А вы добавьте молоко, что случится с колой? Или, правда, не то нарса. Тебе что надо? Шоколадик или фрукты какие-то? Фрукты они выбирают. Потому что уже внедрили им, что это полезно, это, да, бесполезно, вредное. Они уже все знают. И мы должны это здесь тоже внедрять, а потом сразу уже пойдет реклама какая? Сарафанная. Ketadi. Bitta bolani orqasidan 4ta 5ta kelishni boshlaydi. Chem reklamada kelib olib nervizga tekkandan reklamada kelib oladi, kelib qoling deganlar. Kelib qoling. Ha, xo'p, reklamalardan keldik, ko'rdik, reklama qilgan ekansizlar. Biz buni xohlaymiz degan emas. Sarafan qachon zo'r ketsa, zo'ri keladi. Nimaga? Misol, Nozimani orqasidan Farhodjon kelsa, hali eshitib keldi-da, что Nozimani bog'chasi zo'r. Уже u Farhodjonni ota-onasiga keladi. Ustoz, yaxshimisizlar? Shunaqa biz ham bolamizni havas qildik. Это приятно. Или reklamalarida ko'rdik, shuna bog'cha ochilganidan keyin ish qilib yaxshimi? Bizga yoqsa, keyin beramiz. Ha, yoki pul to'lamaymizda, oldin ham bir ko'rib olamiz, yoqsa to'laymiz. Yoki adaptatsiyani bepilmasmi? Вот эти воронкада кelyapti. Mayli, iloji yo'q. Без рекламы нельзя, на каждом шагу детские сады. Но мы когда достигнем хорошего результата, когда мы будем вот bolani o'stirib olsak, hech bo'lmasa gruppangizda 5 ta bola zo'r bo'lsin, уже 5 ta bolani orqasidan bittadan kelsa ham 10 ta bo'ladi. 2 tadan kelsa o'zingiz bilasiz. Но для этого, конечно, вначале нелегко, но у вас получится. Я это знаю. Потому что вот вы все, вот Сабрина, вот Фатима, Зухра, я вижу вас. Молодцы, старайтесь, работайте. А это так пойдет, kunda o'zlaringizlarni ishlasang, biz ko'proq natijaga tezroq erishishimiz mumkin. Endi rejimga ertalabda qabul qildik. Mana ertalabdan kreativlarda o'ylanglar. Hafta kunlarini nomlab chiqinglar. Понедельник, misol, мир ярких красок, например, уже летний оздоровительный процесс yaqinda boshlanadi. Kuniga необычный день qilinglar. Юные художники. Bunaqa nomlarni topinglar, chiroyli nomlar topinglar. Bir kun oldin chiroyli stend tayyorlab qo'yinglar. Если у вас нету, я уже закажу. Да, я вижу, там нету никакого стенда. Я вам покажу, что надо, закажем здесь. И stendga можно 3-ta sharlar, mana shar ishiradigan mana olib kelib qo'ydik. 3-4 sharlarni ilinglarda день такой день у нас. Завтра помпезно, прям пафосно yozib qo'yinglar deydi nomini. И bir kun oldin bolalarga завтра знаешь, что такой день, ура! Yetib keladi yugurib. O, ertaga bir nima bo'ladi shekilli deb. Bir kun oldin qiziqtiramiz. Ertaga bizda shunaqa kun deb, qanaqa kun desa, shunaqaga, o, повтори, например. У нас завтра юные художники приедут. Ты юный художник? Да? Я буду ждать тебя перед дверей вместе. Завтра будем творить чудо, например, да? Но siz уже hali ketayotmam, ertagachi aya, ertaga bizda anaqa boshlaydimi? Kechasini uxlolmaydi. Ertalabda turib, bugun ketishim kerak. O'zi oddiy kun misol. Bugun ketishim kerak. Bugun mani юный художникlar Sabrina, отчество Бахтиярна и Ихтиярна. Сабрина Ихтиярна сказала, что я сегодня юная художница. Я сегодня должна показать, мы должны вместе рисовать. Вот ashna bo'lib keladimi? Уже родитель ko'radimi? Sarafan ketadimi? Shu? И ertalabda qaranglar kirib kelyapti. Подпитка mozga degan narsa, keyin promenade style degan narsa. O, eski ashulalar qo'yib olib bas, aytadi. Optoda kelinglar, xush kelibsizlar, kelinglar hozir tanishtiraman degan boshqa.
u o'quv markazi yoki maktabga o'xshab. A bog'chada именно детский мирga, bolalar olami, dunyosi Disneylandga sho'ng'igandek kirib kelishimiz kerak. Вот тогда у нас все пойдет. Вам нужны, конечно, стенды. Я знаю, вам нужны аниматоры, костюмы для аниматоров. Да, bitta-ikkita shunaqa odamlar tayyorlab qo'yish kerak. У кого если есть ораторство bo'lsa, bir gapga usta bo'lsa, shunaqa odamlar tashkillab qo'yishimiz kerak. Но вначале у меня девочки всегда Мэри Поппинс qilganman. Zo'ntigi bilan ashulasiga aylanib, qiliqlar qilib, им очень интересно. Гарри Поттер qilganmiz, shapkasini o'xshatib, как будто говорит шапка, глаза там shapkada og'iz. И Гарри Поттерda imtihonga shapkasini kiyib qo'yamiz. Можно и национальное подумать, что-нибудь интересное. O'sha narsalar bilan boshlasak kunni qaniydir pozitivniy. Endi yana nimani kun tartibini o'z bilasizlar-ku. Men nimani aytib o'qmoqchiman. Ha, menga yoqmayotgan narsa bor bu yerda. Ketyapmiz, chiqyapmiz, kirib ketyapmiz, chiqib ketyapmiz. Zerikarlikda biz сразу ketayotganda ham nimanidir o'ylashimiz kerak. Paravozikmi? Начинаем. У нас путь. Restoran keyingi nimamiz, unaqa bekatimiz. Boshladik. Guf 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 gish 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 gish. Boshingizga chepchik kiyasizmi? Natepami страна чудес. Bir narsani boshga ilib olib atributka qo'ydi. Rulni bittasiga berib qo'yib, ketdi. Ketasizlar. Им так интересно, они будут смеяться. Либо так, либо со стишками. Можно с стишками. У нас завтрак sladкий bir narsa to'qqizingiz bo'laveradi. A bizda qanaqa bo'lyapti? Nonushta deb ministr aytsa, ketdi nonushtaga. Pipalanib kirib ketilyapti, bola zerikyapti-da. Yo'q, unaqa emas. Stishok to'rqator yodlatib qo'yinglar. Именно nonushtaga kirib kelayotganda, chiqayotganda aytadi, именно по смыслу. Занятиеga bo'lsa, занятиеga kirib ketyapman degan stishok. Плаваниеga bo'lsa, я буду сейчас плавать degan stishok. Мы будем плавать, мы будем bir narsa deb kirib ketsin. Xor bo'lib aytib kirib ketsa, будет интересно. Или полетели мои орлы deb uchib ketsalar ham bo'laveradi. Полетели у нас бассейн. Bo'ldi, uchib hamma ovoz ham chiqarib qo'yaveringlar, yoqadi. Полетели мои птички. Deb yoki samolyotики deb turib samolyot bo'lib chiqib ketsangiz, уже bolalar это им интересно. И мы должны играть, мы позабудем uyda tashvishda. O'sha oddiy hayotimizda bor ishga pul topgani, uyga kel, idish yuv, ovqat qil, kir yuv, bolalarning mashmashasi, qayna qaynota mashmasha, hamma yo'qda qilamiz, boshqa qilamiz. Ertaga yana ishga borish, o'zi charchadim deymiz. A давайте mana shu yerga o'ynagani kelaylik. Hop, uyda mayli kelinsiz, uyda ale hop deb ovqat qilmaysiz. To'g'rimi? Amerika kelganda qiling. Без kompleksa bo'ling, o'zingiz uchun yashang. To'g'risida o'ynagani keling, o'rganing, ham pul olib keting. Ayting, o'ynagani pul olib ketyapman kelib bing. O'zingizni shunga miyangizni dasturlab qo'ying. Вот я сегодня подойду, поиграю, отдохну с детьми. Judayam charchab ketdingizmi? Они маленькие, они бежат, играют, прыгают, а вдруг вы устали. Relaxing time! Dup aytib o'zingiz tashlab yuboring. Sizga qarab turib, deyishadi, emotsiyaga shunday beriladi bola. Atsa bitasiz. Так ты сделал, boshidan boshlashadi. San qildingmi? O'zim, давайте, o'zlarini tashlab yuborishadi ular ham. Bola emotsiyaga beriluvchan. Relax. Ha, yo'q qiling, chiqarsin. U kirishuvchan bo'lsin. Mana misol, hech qachon bola sizga именно o'sha qiliqni qilsin. U интересный bo'ladi. Интересный bola bo'ladi. Mana kompaniyada есть люди, zerikarlik kompanyon zo'r bo'lsa,
bir kun o'tirsangiz ham gapingiz tugamaydi. Kompaniyada qachon zerikasiz? Shu standart uyalib, o'tirib, o'zini gapirolmay, o'zini ichidagini ifoda qilib olib chiqolmaydigan bola katta bo'lganda ham o'tiraveradi, ro'paringizda peshonangizda hech nima yo'q, na yumor, na politika, na filosofiya, hech nima yo'q, o'tiraveradi. Borki shunaqa odamlar. O'tirgani borasiz, yuringiz qilib ketadi. Gohida men misol ko'p tengdosh, men yoshi kattalar bilan ko'p o'tiraman. O'zim tenglab o'tirsam bir xilda gap ketadi-da. Qanaqa gap ketadi? Voy, ustda ishlatayotgandim. Erim bunday qildi. Menda bo'ldi, qudam ketam, bunday bo'ldi, nevaram keldi. Endi emas, bidada nevarali bo'lgan. Voy, u bo'ldi, bu bo'ldi, ustda ishlatayotgani, shu. А мне это нужно? Нет, это мне нужно или вам нужно это? Где вот интерес, qayerda развитие ketyapti? Xo'p, o'sha yarim soat, 1 soat o'tirsangiz ham, misol, politikaga qiziqsangiz, politika, yumor bo'lsa, yozilasiz. Shularda qachon rivojlanadi? Qachonki biz bolalarni yoshligidan emotsiyaga berilgan bo'lsa, любой joyda o'zini olib ketadi. Politika payti политический gap bilan ketadi. Yumor payti xringlab yumorni ko'rsatib ketadi. Вы знаете, deb. O'tirgan odam maza qiladi. Ma'naviy ozuqa oladi. Shunga bolalarni biz rivojlantirib borishimiz kerak. Харизма, конечно. Вот есть актеры, есть такие люди, Махат Ганди, да? А вот это тоже харизматичный человек. Например, вот этот актер французский, я забыла, вот, мужчина. Худенький, burni katta. Hammaga chiroyli ko'rinadi. Xarizm bor. Xarizm, emotsiya. Bu odamda конечно, u просто-chi ana shu nedostatka insonlarni yuziga ko'rinmaydi. Nimaga? Он же интересный, она же интересная. И мы должны быть, например, nima, aktyorda nima? Biz pedagogmiz, aktyorda ham ustozi bo'lgan. Har bir sohani ustozi bor. Biz o'z nomimiz bilan ustozmiz-da. Biz shunaqa kasbni egasi bo'libmiz. Alhamdulillah, shukr qilishimiz kerak. Biz ustozmiz, bizdan o'rganadi hamma. O'sha aktyor ham, o'sha har bir sohani mutaxassis ham ustozni qo'lidan chiqadi. Sizlarning qo'llaringdan chiqadi har bir soha. Sizlarning qo'llaringda 30 ta bola bo'lsa, 30 xil jabhada ketadi. Da, kimdir sportsmen bo'ladi, kimdir aktyor bo'lar, kimdir raqqosa bo'lar, kimdir o'qituvchi bo'lar, kimdir doktor, vrach bo'lar. Sizni qo'lingizdan chiqadi. Asosiy ildizni, asosiy fundamentni siz qo'yasiz. Siz o'zingiz oldingizga maqsad qo'ying, hammalaring. Maqsad qo'yinglar, что sizlarda bolalaring har biri o'zini kasbida mutaxassis bo'ladi. Ya, men bunga ishonaman. Agar bizni ishimiz mana shunday ketadigan bo'lib, biz haqiqatda kasbimizni yaxshi ko'rib, kasbimizga to'g'ri yondashib, kuniga o'zimizni ustimizda ishlasak, keyingina biz xohlagan natijaga erishamiz. Aslida nima bu? Erkinlik, do'stona munosabat, to'g'ri направить qilish bolani, qaysi o'yinchoq nimaga ishlayotganini bilishimiz shart. Har qadamda nima bolani rivojlantiryapti bilishimiz shart. Kun tartibini, rejimni to'g'ri qo'yib olish. Дыхательная gimnastikani qo'shishimiz kerak. Да. Пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, самомассаж. Hammasini kirgizib yuborishimiz kerak. Вот, yoga degan neqi o'tirish pas qanday o'tirardik-ku, bunday qilinma. Bunday qilib. Unda basga просто есть детская йога. Или он bo'lib, да, лежать, да. Вот так развивает детей тоже. Если нету суджоков, я купила мячики всякие. Есть, например, фольга. Folgani aylantirsangiz,
уже fayga mingi bo'lganda уже u massировать qilishni boshlaydi. Любой narsada можно с карандашом массировать, можно. Вот. Всякие есть упражнения со стаканчиками, карандашами, бумагами. Но для этого Альтишулердики, Улыкованики, Фридрихтики, любой sistemada qiziqarli mavzuni topib bir kun oldin tayyorgarlik ko'rib olish kerak. Bir kun oldin. Mana ertaga mashg'ulotmi? Bir hafta oldin kunlaringni aniqlab qo'yinglar. Bir hafta mana shu 5 kun mana kunlar. Hop, mas'ul qilib qo'ying Sabrina. Например, Zuhra ertaga kunga mas'ul. Она будет сама стенд сделать, им просто помочь. Идея ее будет. Они выйдут на тихий час, выйдут в сон часе, они поработают. Zuhrani ideyasi bo'yicha bezatishadi, все, пошли. Ertasiga уже boshqa odam deylik, Fatimani kuni. Fatima ideyasini olib keladi, а вы будете это оценивать. У Zuhri красивый стенд или у Фатимы красивый стенд. Да, и по этой бонусы будут получать. А вдруг Фатима будет получать, например, бонусы. Balki siz 8 millionlarsiz, kimdir 6 millionda o'tirganda. Balki siz, но это от вас зависит, смотря на ваши результаты. Да, конечно, много чего еще я не сделала. Baraban qildirib berishim kerak. Oyda oxirida oraliq nazorat testlar, например, именно qiyin test emas. Bola do и после. Bir oyda ichida qancha o'zgarish bo'ldi, и что вы учили по темам. Yozib. Да. Kartochka сделайте, barabanchikni men qildirtirib beraman. Aylantiriladi, baraban to'xtagan joyiga bola tortib ochadi, o'qib beradi tarbiyachi и ответить qilish kerak. Только не так. Например, aytdimki kuni tulpan deyapti. Bizda yangi-ku Farg'ona bog'chasi ham. Какие цветы любишь degan вопрос. Tulpan. Все. Hamma аплодисменты qilib аплодирует. Я говорю, стоп. Keyin воспитательga aytdim, indamadim hozir bolalarni oldida. No так nельзя. Tulpan. Nimaga to'liq javob berishni o'rgatmadingiz? Тебе, да, полностью. Я задаю тебе красиво, вопрос даю, а ты должна ответить красиво. Не что тюльпан, например. Тебе какие цветы нравятся? А мне, знаете, нравится розочка, потому что она красивая, она бархатная, она красного цвета. И запах такой приятный. Degan javobni bolalarga o'rgatishimiz kerak. Aslida uni o'rgatish uchun biz shuni aytmaydi. Именно Montessori sistemasi erkin qo'yib turib, sekin-sekin rivojlantirib turib, haligi savol berib, javobni ham to'liq olishni o'rgatib borasizlar. Shu. Endi mana aytganim eng asosiy tuzib qo'yinglar, men bitta ko'rib beraman. ChatGPT. Зайдете, скажете на обед стишок краткий, со смыслом, например. Она вам напишет. Сейчас у нас ланч, панч, мясо. Кричалки, это берется, я уже говорю, да. Стихотворение было. У нас были стихотворения там, ежики точат, ножики, что-то там, да там, в конце там, кто сильнее. И они там даже сказали, девочки, девочки кричат, мальчики кричат. Например, сядь, Фатима, aqqa qarab o'tiring-da, menga orqangizga qilib. Например, maydga yaqinroq, yonimga o'tiring. Вот, например, massaj payti o'tirdik, samommassaj, и bir-birimizga she'rlar bilan bordik oldin. Misol, dождик льется, kap, ta qilib she'rlarni uni ChatGPT chiqdi. Biz yoshligimizda ChatGPT bormidi? Ha, hammani o'zi to'qigan she'ri yoki standart Barton Ashur she'rlarimi shunaqa. Shuning uchun да, капает, а потом ветерочек, приятно? Детям тоже приятно будет. Вот.
Вот так. Не хочет? Да, конечно. А вы думаете, детям не понравится? Детям тоже понравится. И вот так мы должны креативно работать. Например, у меня нету никаких секретов. Нет у меня. Hech qanday sirim yo'q. Faqat minimal narsaga maksimal yondashaveraman. Mana точечный massajmi? Manda точечный massajmi? Именно shu bo'yicha o'ylab chiqaman. Завтра man uni aytaman, u nas точечный massaj deyman, emotsiyaga berilaman, bir narsalarni ko'rsataman, keyin urra deyishadi, irg'ishadi, kelishadi, o'tiramiz, u oyoqlarini, qo'llarini massaj qilamiz, bir-birini urishadi. И oxirida relaxing time deb yotib olsa, это приятно. Uni ssenariysini tuzuvchi rejissyorlar это мы. Фантазеры, режиссеры, психологи, advokat это мы. Вот. Bo'ldi. Mani sirim yo'q hech qanday. Shu qayta majlis o'tkazsam ham shu. Lekin bu amaliyotda natija ko'rsatmagan emas-da. Ko'rsatgan. Есть вопросы? Rejimga, короче, ertalabdan kechgacha bilasizlar, ertalabki qabul, nonushta, mashg'ulotlar, sayrga chiqish, so'nchasiga kirish, потом polnik, потом еще unaqa didaktik o'yinlar и до свидания детский sad. Shu bilan rejimga o'tdi. Faqat shuni orasini kreativniy qilib tuzib olishimiz kerak. ChatGPTga kirib, she'rlar topib, u markazdan bu markazga o'tishga, obedga kirishga, basseynga chiqishga, qo'lni yuvishga, oddiy misol oynaga qarayotib. Но как-то им не скучно было это, да? Очень. Просто вы если... Это не так, например, там, зеркальце, ты мне скажи. Да, всю правду. Нет. Ну-ка, зеркальце скажи. Да, всю правду доложи. Deb ko'rsatsalar, xiri qilib kulyapti bola. Keyin u ham, ты покажи, София, siz ko'rsatadi-da. Ну-ка, зеркальце. Нет, еще лучше. Siz yana boshlaydi. А еще лучше. Chapaychingiz yana boshlaydi. И emotsiyaga berilishni boshlaydi. Shunaqa qilib, qo'l yuvayotib ham, мы моем руки, массируем руки, ля-ля-ля, тра-ля-ля, любой she'rni aytib turib, и salfetkani bitta olamizda, и yaxshilab artib, aytasizda birorta suxoy joyi qolmasin salfetkani. O'shanda bola qanaqa qilyapti salfetkani? 3 dona oladi, qo'lini tez otadi, axlat to'lib ketadi, salfetka isrof bo'lib ketadi. И bitta bolani bitta qo'lchasiga bitta qog'oz salfetka хватит. Tortdi, artdi, kolobokni yasaydi, massaj ketyapti. И muncha qurutcha bo'ladi, shuni chelakka tashlaydi. Bo'ldi. Да, u ketadi. Да. Mелкая motorika ketadi, massajlar ketadi, nima musor kichkina hajmda bo'ladi, isrof bo'lmaydi salfetka. Bu degani bitta qo'l yuvishda qancha поучительный narsa ketyapti. Hisoblanglar qancha? Bitta qo'l yuvishda. А endi с утра до вечера дети здесь, на каждом шагу. Bitta qo'l yuvishga qancha narsa kirib ketgandan keyin qolganiga qancha kirib ketadi? Всё. Misol, bir kun bitta bola kelsa, 3 ta so'z yodlasa, bir oyda 90 ta bilar ekan deydi-ku. Bizda kuniga oddiy kirib keldim, baxila kiyish, yechish, turish, harakat qilish, yirik motorikani ishlashi, keyin o'ynash markazlarda mayda motorikani rivojlanishi, ularni sog'lomlashishi, ularni o'rganishi, bilim olishi, odatlarni shakllantirishi, isrof qilmaslikni o'rgatish, etiketni o'rgatish, o'zi o'ylamagan holatda o'rganadi-da, o'ynab o'rganadi. O'zi bilmay qoladi. Ertaga axlatni isrofmay sog' bo'ling, isrof qilmasa, o'zi sog'lom bo'lsa, o'zi rivojlansa, nimadan kelib chiqadi? Siz uni majburlab внедрять qilganingiz yo'q, o'ynatib turib, o'zingiz bilmay o'rgatdingiz, u ham o'zi bilmay o'rgandi. Hammasini nimasi faqat o'yin.
bolalar olami bizga professor kerak emas. Я всегда говорю, мне не важно, что она высшего образования. Мне нужны, которые любят детей. Все. Не важно, высшего или среднего. Это не маловажная нарса. Главное, надо любить детей. Все. Shu xolos. Да, вам высшее образование, потому что mana namamda ko'p bo'lganda, tajribamni o'tgan. Приходила одна, она высшего образования была, она училась в Москве. Я вот zo'rg'a chaqirganman, iltimos, oyga zo'rg'a beraman, keling. И birorta bolasi rivojlanmagan. А была у меня одна девочка узбечка, у нее акцент был. Это to'g'ri, men uni qilmoqchi emasman, xato bu. Но ее дети прям такие были умные. Я удивлялась, как она так может с ними. Просто o'ynardi bolalar. Mehr berib o'ynardi. А когда выходила на праздниках выступать, o'zbekcha gapiring, rus tilida olib bormang, aksentingiz bilinib qolyapti derdim. Но ее дети hamma axtarib kelardi-da. Именно Хулькар Исмаилджановнаga. Хулькар молодая была, но она любила детей. Дело в этом было. Она с ними играла, просто играла. А которая с Москвы приехала, высшего образования, к ней не ходили и никто не хотел. Misol bog'chaga bola kelsa, Xulkar Ismoiljonovga kelsa, voy, anita специалист turibdi. Xulkarda bola ko'p, у нее 40 детей. Нет, пожалуйста, Аша, опа, shuni axtarib keldi. Я удивлялась, ой, Xulkar, откуда такой у тебя это спрос, да? Потому что она любила и играла с ними. Все, дело в этом. Поэтому мы не будем зацикливаться насчет документов. Они сейчас все, как сказать, нам образец распечатывать qilib mana Sabrina ham распечатывать qilib beryapti. Hammalariga to'g'rimi tayyor. Просто bo'shaganlaringni не всегда прям oldin davlatda ishida bir kun yozilmasa, demak, sen ishlamagansan deb pulingni olib qo'yardi. А сейчас нет. Главный частным результат, не документы, не писанина, просто результат. Endi shu rezultatni ham biz ko'rsatalmaydigan bo'lsak, unda nima? Biz yaxshi ishlamayotgan bo'lamiz. Men shu 2-3 marta sizlar bilan suhbatlashdim, kechagina xursand bo'lib chiqdim. Ancha harakatlar boshlangan. Nojicha bolani o'ta yaxshi ko'rib yondoshayotganligini ko'rmayman, to'g'risini aytib qo'yaman. Keyin bilyapman, yangi adaptatsiya. Ismlari bor bolalar bor, so'zlari o'ylayapti. Sizni gapingizni ham eshitmayapti-da. Yo'q, u bitta sizda emasda, hozir nachalik shunaqa.